Öyde o'tirdigan ayol. Jannat analarning oyoq ostida degan muborak o'rnini taqash layoqatini qo'lga keltirishni esidan chiqarmagan ayol. Öyde o'tirdigan ayol. Hargizmi övünüş ve qabiliyet edildirishdan mahrum bo'lgan ayol bo'lmasdan, balki millat va ummat taqozzosiga loyiq holda haqiqiy ona bo'lish uchun bo'sh vaqtlarda o'ginadigan, bolalarning taraqqiyot ehtiyoji uchun o'zini taraqqiy qildirgan ayol. Uyda o'tirdigan ayol. O'zini qadrlamagan jamiyatdan qaqshab yurishning o'rniga jamiyatning hujayrisi bo'lgan oilasini qo'lga olib, kelgusidagi go'zal jamiyatning insoniy asosini qurayotgan ayol. Uyda o'tirdigan ayol. Oilada tayyorni yeb o'tirgan ayol bo'lmasdan, balki bilguvchiligi borlar uchun aytganda, oilasining barkati, erning orqa teriki, kelgusidagi olim yoki hojim avlodlarning tunji o'qituvchisi. Uyda o'tirdigan ayol hargizmi tuhfasiz ayol bo'lmasdan, mehrlari orqali bolalarga muhabbatni o'rgatgan. Ayollik kuchi orqali erlarga madad bergan. Diyonati orqali avval oilaga, shu orqali jamiyatga iymon bag'ishlagan ayol. Uyda o'tirdigan ayol. Maddiy bayoshatlikning kushandisi bo'lmasdan, oilani bozor va iste'molning taltikis quli bo'lib qilishdan saqlaydigan, oilani harom va makruhlardan xoli qiladigan, oilasining har turli faoliyatini ibodatga aylantiradigan ayol. Uyda o'tirdigan ayol. Hargizmi romantik turmushni unutib ketgan ayol bo'lmasdan, balki oila a'zolarini dasturxon atrofiga yig'ib, oilani jilibkor qiladigan sevgi san'atkori va vafo qahramoni. Uyda o'tirdigan ayol qandaqdir oddiy bir uyning sohibxoni bo'lmasdan, balki bu dunyodagi halovatning barpochisi. U oilani bir kichik jannatga aylantirish orqali ma'naviy kuch, aqida hosil qilib, haqiqiy jannatga ko'rk yasaydi.